plyaj, oq pisok, palma, muzika, kokos tushib sinyapti-da, naslаждение. Nimani reklamasi bo'ldi? Bounty'ni. Bo'ldi. Tushundingiz-a? То есть bu yerda siz produktni sразу esladingiz. Hozir men sizga mana shu Reels ochaman-da, oldingizda siz aniq ko'rgan qaysidir Reelsingizni ochib turib, Reels ssenariysini aytib beraman-da, ichida qaysi produkt reklamasi bo'lganini desam eslab qolasizmi yo'qmi? Katta ehtimol bilan eslolmaysiz. Yo, u vaqt masalasi emasmi? Masalan, o'sha Reelsdan 1000 ta olinsa. Ana bu ikkinchi masala. Biz blogerlarning effektivnosti haqida gapiramiz. Biz aytmoqchimanki, hozir blogerlarning effektivni demoqchiman. Men shunaqa demoqchiman, qani kamera. Sababini tushuntiraman. Blogerlar effektivni, но разовый пассив неэффективный. Ya'ni siz bloger bilan ishlayotgan bo'lsangiz, mana bu bir martalik reklama joylashtirasiz-ku, u effekt bermaydi. U millionta odam 100 millionta prosmotr bo'lsa ham, ana uzoq muddatli o'rta muddatda ham o'sha effekti yo'qolib ketadi. U narsani effekti bo'lishi uchun o'sha blogerni ambasador qilish kerak. Ya'ni bir yilda 20 ta blogerga bittadan reklama joylashtirish kerak emasdi, ikkita blogerni olib turib, o'sha ikkita bloger bilan ambasador nuqtai nazaridan ishlash kerak.